Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar, kuzatuvchilar. Mana biza qo'limga tonlar yozib chiqdim qizlar. Bizda BB tonalkalar 19, 21, 23 tonda bo'ladi. Boshladik qizlar. 19 tondagi BB tonalkani suraman. Farqlarini ko'rsataman qizlar. Mana 19. Mana ko'ryaptimi? 21 tondagi tonalkamiz. 21 ton va 23. 3 xil ton ham bor. 3 xil ton ham bor. 23 qizlar. Teskarisi ko'rinyapti, 23 tonimiz. Mana endi boshladik yoyishni qizlar, sponj bilan. Bu 19. Ko'ryapti? Bu 21. Bu 23. Bizda mana farq bilinyaptimi? Umuman farq bilinmaydi, chunki bizning tonalkalarimiz hamma 100 toniga uzoq bilan 15-20 minutdan keyin moslashib ketadi. Hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q, ko'ryapsizlar. Hech qanaqa farqi yo'q. Hozir hech qanaqa farqini men sezmadim. Misol, svetda yaxshi ko'ryaptimi, yo'qmi bilmayman, farqi yo'q. 19, 21, 23 menga tushadimi, yo'qmi? Hamma 100 toningiz qanaqa bo'lsa, tushib ketaveradi. Farqi yo'q. Chiqqanida bir har xil bo'lib chiqadi, surilgandan keyin bir xil bo'lib ketadi. Mana chiqqanida qaytadan qiling. Mana 23imiz. 23. 21. Chiqqanida har xil bo'lishi mumkin. Surilganida bu 19 qizlar. Ko'ryaptimi? 19. Mana har xil bo'lishi mumkin chiqqanida, lekin surgandan keyin bir xil tonga aylanadi. Shuning uchun qaysidir ton bo'lmasa, voy, o'shanisi yo'qmi deb janjal qilmasdan borini olaversangiz, baribir hammasi hamma 100 toniga tushib ketadi. Bizning kompaniyani mahsulotlari xuddi shunaqa. Adashib qolsangiz ham to'g'ri bo'lib ketaveradi.